Men sindirganim yo'q, lekin buni ochayotganda bor-ku. O'yilib ketdi. Xiaomi U7 Max ochgan ekanlik. Ko'rib chil-chil bo'lib ketgan. Men karta qo'yganlar katta polijni haydab kelishgan mana. Karta qo'yamiz, ochilmayapti. Mashina akkumulyator o'tirmagan. Nimani hisobiga? Bilmayman, singan. Shuning uchun bo'yicha bu nimadandir singan. Chunki bu uncha sinadigan narsa emas-da. Shunga xolos ochgani keyin. Ishirganim sari bu chirs-chirs qiladi mana. Chunki bu muddar beradi-ku, podushka. Uzunligini to'la sasin bo'lgan. Ichiga kirib ketadi, bo'ldi. Yerga solib qara singan qara. Voy. Maşallah. Mashina ochildi. Bismillah. Telefon. Mashinachi qara, akkumulyator ham o'tirgan. Sinyal ham ishlamaydi. Hozir Mashinani akkumulyator o'tirgan. Ko'rayotganingizda mana qaranglar, shishalari ham chiqib ketyapti. Bu o'zidan o'zi haydab ketayotganlarida sinib qolibdi. Texnika hech qanaqa garantiyasi yo'q. Bu mashina o'zini o'zi ko'rmay qoladi. Chunki bunday yig'ilganingiz mashina ochiladi, yopiladi. O'shani hisobiga ishlaydi. Xiaomi mashinasi Ultra 7 Max ochgan kelganmiz. Shunaqa holat bo'lgan texnika. Iloyim bizning xizmatlarimiz chiqishga kerak emas, kerak bo'lsa qilamiz. Mashinani xohimiz ochib, mashina egalariga mana zakaz qo'yishdi. Endi ichlaricha Toshkentga birinchi kirgan shu Xiaomi mashinasi. Ferrari'ga o'xshaydi. Bilasizmi? Kommentariyada qaysi modeliga o'xshaydi? Ferrari'ni ko'rsatib o'rgan, tumshug'ini. Mana bu podveskalar, faralarni oralaridan havo kiradi. Havo kirib, antijarkasi. Mana bu meni yaxshi o'tsa. Завтра это чугунец, который